Tasavvur qiling, yillar davomida jim saqlangan, faqat tor doiradagi odamlar bilgan va oddiy kozlardan yashirilgan bir ilmiy kashfiyot bor edi. Bugun esa u parda ortidan chiqmoqda. Bu shunchaki laboratoriya ichida qolib ketgan tajriba emas, balki butun mintaqaning kelajagini o'zgartirishi mumkin bo'lgan sirli ilmiy yutuqdir. O'zbekiston nomi bilan bog'liq bo'lgan bu kashfiyot haqida ko'pchilik faqat taxmin qilgan, lekin aniq tasavvurga ega bo'lmagan. Endi esa savollar ko'paymoqda, hayrat kuchaymoqda va eng muhimi, qiziqish cho'qqiga chiqmoqda. Bu hikoya shov-shuvli bayonotlar bilan emas, sokinlik bilan boshlangan. Bir qarashda oddiy ko'ringan ilmiy izlanishlar aslida chuqurroq maqsadni ko'zlagan edi. Olimlar tunu kun ishladi, muvaffaqiyatsizliklar bo'ldi, qayta urinishlar bo'ldi, ba'zida esa hammasi barbod bo'lgandek tuyuldi. Lekin har bir muvaffaqiyatsizlik ularni yana kuchliroq qildi. Chunki ular nimani izlayotganini aniq bilishardi. Bu faqat yangi texnologiya emas, balki butun bir tizim, yangi yondashuv, ilm-fanga bo'lgan mutlaqo boshqa qarash edi. Eng qizigi shundaki, bu kashfiyot tashqi tomondan ko'zga tashlanmaydi. U shovqin qilmaydi, portlamaydi, olov chiqarmaydi. Lekin uning ta'siri jim, sekin va qaytarib bo'lmas darajada kuchli. Ba'zi mutaxassislar uni ko'rinmas ustun deb atashmoqda. Chunki u ishga tushgach, raqobat qoidalari o'zgaradi, eski hisob-kitoblar o'z kuchini yo'qotadi va ilgari ishlagan strategiyalar endi samarasiz bo'lib qoladi. Bu ilmiy kashfiyotning markazida aniqlik, tezkor tahlil va oldindan ko'ra bilish qobiliyati yotadi. Avval ma'lumot yigish soatlab vaqt olsa, endi soniyalar yetarli. Avval xavf taxmin qilinsa, endi u deyarli aniq ko'riladi. Bu esa qaror qabul qilish jarayonini tubdan o'zgartiradi. Aynan shu jihat uni sirli va bir vaqtning o'zida dahshatli qiladi. Chunki kimda axborot tezroq va aniqroq bo'lsa, ustunlik ham o'sha tomonda bo'ladi. O'zbekiston ilm-fan maktabi haqida ko'p gapirilmagan bo'lishi mumkin, ammo aynan shu sokinlik ichida kuch shakllangan. Yosh muhandislar, tajribali olimlar va yangi avlod tadqiqotchilari bir maqsad yo'lida birlashgan. Ularning ishlari reklamasiz, kameralarsiz va baland gaplarsiz olib borilgan. Chunki haqiqiy ilm shovqinni yoqtirmaydi. U natija bilan gapiradi. Bugun esa o'sha natija haqida dunyo asta-sekin bilib bormoqda. Bu kashfiyot nimani anglatadi degan savol ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Bu savolga aniq va bitta javob yo'q. Kimdir buni xavfsizlik sohasida burilish deb hisoblaydi. Kimdir esa kelajak texnologiyalarining poydevori deb ko'radi. Yana boshqalar esa buni oddiy ilmiy yutuqdan ko'ra ko'proq narsa, ya'ni fikrlash tarzining o'zgarishi deb baholaydi. Chunki bu yerda gap faqat qurilma yoki tizim haqida emas, balki bilimdan qanday foydalanish haqida ketmoqda. Eng hayratlanarlisi shundaki, bu kashfiyot tashqi bosimsiz, shoshilinch qarorlarsiz va taqlidsiz yaratilgan. U o'z yo'lida rivojlangan. Hech kimdan nusxa olinmagan, hech kimni quvib yetish maqsad qilinmagan. Bu esa uni yanada noyob qiladi. Chunki mustaqil fikr va o'ziga xos yondashuv har doim kutilmagan natijalarga olib keladi. Bugun ushbu ilmiy yutuq ochilayotgani tasodif emas. Vaqt yetdi. Dunyo o'zgarib boryapti, texnologiyalar tobora murakkablashmoqda va oddiy yechimlar endi ishlamayapti. Aynan shunday davrda yangi g'oyalar sahnaga chiqadi. O'zbekistonning sirli ilmiy kashfiyoti ham shunday paytda namoyon bo'ldi. U jim turib ham o'zini sezdiradi. U ko'rinmas bo'lsa ham, ta'siri juda aniq. Bu hikoya hali yakunlanmadi. Aksincha, endi boshlanyapti. Oldinda savollar ko'p, taxminlar ko'p va ehtimollar yanada ko'p. Lekin bitta narsa aniq. Ilm-fan jim bo'lishi mumkin, ammo u hech qachon to'xtamaydi. Bugun ochilgan sir ertaga yangi eshiklarni ochadi. Va ehtimol biz hozir guvoh bo'layotgan narsa kelajak darsliklarda alohida bob bo'lib yozilar. Chunki ba'zi kashfiyotlar shunchaki texnologiya emas. Ular davrni o'zgartiradi.